Assalomu alaykum. Hammani yangi yillar bilan tabriklaymiz. Mana dadajonim tabriklamoqchilar. Bugün boshlayman. Har doim sog' salomat, tinch bo'laylik. Xonadonlarimizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. 2026-yil omonlik uchun omadli yil bo'lsin. Xonadonlarimizda yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. Qanaqa yaxshi niyatlarimiz, qanaqa yaxshi to'ylarimiz bo'lsa, Alloh har kuni amalga oshsin. Hammalaringni tabriklaymiz. Yangi yil omad, baxt olib kelsin hammaga. Xonadonimiz tinchlik bo'lsin. Hammani cho'ntagida baraka bo'lsin. Orzu qilganlar, nima niyat qilganlar, o'g'il uylantirmoqchi bo'lganlar, o'g'il uylansin, qiz chiqarmoqchi bo'lganlar, qiz chiqarsin. Farzandli bo'lmaganlar farzandli bo'lsin. Omad hammaga.